70-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlari bir Xitoy tamoyilini hurmat qilamiz deb aytgan va Tayvandan o'zining missiyasini chaqirib olgan, diplomatik missiyasini. Umuman olganda Tayvanni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashidagi doimiy o'rnidan ham olindi va Xitoyga berildi. Shu kungacha mana 50 yildan oshiq vaqt davomida Amerika Qo'shma Shtatlari bir Xitoy deb keladi. Xo'p. Endi Yevropani alohida gapirmayapman, endi Amerika nimasi, Yevropa shuda endi. Albatta. Bektosh aka, xo'p. Amerika Qo'shma Shtatlari shu masalani o'zi qanday hal bo'lishini kutyapti? Ya'ni bir Xitoy tamoyili yoki bir Xitoy konsepsiyasi qanday joriy etilishini kutyapti Amerika Qo'shma Shtatlari? Haqiqatda bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining asl munosabati juda murakkab o'zi aslida. Nima uchun bilasizmi? Amerika Qo'shma Shtatlari ham gohida uzoq muddatli munosabatlarni yo'lga qo'yishda strategik va taktik jihatdan yondashadi-da. Strategik bu juda uzoq yillarni qamrab oladigan, taktik esa ya'ni ma'lum bir davrlarga kelib o'zgarib turadigan. 70-yillarda haqiqatda Amerika Qo'shma Shtatlari bir Xitoy tamoyiliga amal qilar, hattoki Xitoyning qolgan materik qismini ham o'sha davrlarga qadar Tayvanning boshqaruvidagi davlat bo'lishi lozim deb hisoblar edi. Qarang, ya'ni kim Tayvandagi hukumat Xitoyning boshqa materik qismini ham albatta qo'lga olishi lozim deb hisoblardi va shuni kutib uzoq yillar kutib yurdi, lekin keyinchalik Sovet ittifoqi bilan qarama-qarshi munosabatlar Xitoyning pozitsiyasini o'zgartirishga majbur qildi. Xitoy aytdiki, dedi, Tayvanni Xitoy ustidan, materik Xitoy ustidan hukmronligini kutadigan bo'lsam, hali ko'p kutishim kerak. Ya'ni AQShni aytyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari aytyapti. Undan ko'ra dedi, materikdagi Xitoyni tan olib qo'ya qolaylik, bundan mabodo Sovet ittifoqiga qarshi kuchli front maydoni sifatida foydalanishimiz mumkin. Bu xuddi Janubiy Koreya, Yaponiya, Avstraliya va boshqa davlatlar singari Xitoyni ham biz o'zimizniki qilib olish imkoniyatimiz bor, paydo bo'lishi mumkin deyilgan edi va demak bu o'sha paytda Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatiyasining eng yorqin namoyandalari bo'lgan Henry Kissinger tomonidan Челночная дипломатия, shuttle diplomacy deydi. Endi uni juda yaxshi biladi hamma. Moka diplomatiyasi yordamida butun dunyoda juda tez kezib Xitoyni ham kelib Xitoyni ko'ndira olgan edi. Biz sizga investitsiya beramiz, biz sizga kapital beramiz, biz sizga zamonaviy texnologiyani beramiz. Lekin sizning asosiy maqsadingiz bo'lishi kerak Sovet ittifoqiga qarshi turish, qarshi katta front yaratish. Va buni Amerika Qo'shma Shtatlari haqiqatda uddaladi. Faqat iqtisodiy jihatdan uddalay oldi. Siyosiy jihatdan emas. Iqtisodiy jihatdan qudrati yuksalib boravergan sari Xitoyning endi pozitsiyasi, siyosiy pozitsiyasi mustahkamlana boshladi. Ilgari endi 70-yillarning oxirlariga kelib Amerika bilan shu darajada yaqinlasha boshladiki, Xitoy hattoki Xitoyga ko'pincha siyosiy ko'rsatmalar berar edi Amerika Qo'shma Shtatlari. Lekin 80-yillarning oxirlariga kelib Xitoy endi o'zining tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham o'zining aniq pozitsiyasiga ega bo'ldi. Endi Xitoydagi bir qancha qo'shtirnoq ichidagi demokratik harakatlar g'arb davlatlari tomonidan jiddiy qo'llab-quvvatlandi va asosiy maqsad qo'yildi ularda Xitoy Kommunistik partiyasini yiqitish va uning o'rniga bir demokratik jamiyat, o'zlarining fikridagi demokratik davlatni tizimini shakllantirishga harakat qildi, lekin buning uddasidan chiqa olmadi. Xitoyda Kommunistik partiyaning nafaqat mavqeyi, balki davlatchilik instituti sifatidagi salohiyati ham ortib ketgan edi va 90-yillarga kelib Amerika Qo'shma Shtatlari materik Xitoyni yo'qotganligini, ya'ni qo'shtirnoq ichida yo'qotganligini tan oldi. Bo'ldi, bizning nimamizdan chiqib ketdi bu endi. Bizning ta'sirimizdan chiqib ketdi. Bu o'zining mustaqil siyosatini olib borishga o'tdi. Dedi-yu, lekin tasavvur qiling, Xitoyni juda katta o'zlari uchun iqtisodiy maydonga aylantirib bo'lgan edi. Xitoydagi mutaxassislar, Xitoydagi ishlab chiqarish salohiyati, Xitoyning iqtisodiy qudrati, tez moslasha olish, texnologik imkoniyatlari ortib borishi Amerikaga bir tomondan qarang yoqmayapti. Lekin katta kompaniyalari borki, ular Xitoy bilan ishlaymiz deb turibdi. Nima uchun? Xitoy ular uchun eng katta ishlab chiqarishini rivojlantirib bera oladigan soha. Bu narsa Xitoyga ham kerak, texnologiyani o'zlashtirish uchun. Va shuning uchun ham Amerika Qo'shma Shtatlari endi demak Xitoydan yo'qotganini bildi. Demak, siyosiy jihatdan Xitoyni ushlab turish uchun nima qilishimiz kerak? Uning nozik joyini topishimiz kerak. Nozik joyi nima?
Tayvan bittasi, hokazolar, lekin ularning asosiylaridan ichida bittasi Tayvan edi. Tayvan orqali Xitoyni yo qo'rqitib turish, yo jig'iga tegib turish, yo ma'lum bir siyosiy shartlar ham qo'ya olish, ya'ni savdo maydoniga aylantira olish edi va shuning uchun ham Amerika Qo'shma Shtatlari endi Tayvanni jiddiy kerak bo'lsa qo'llab-quvvatlay boshladi, qurollantira boshladi. Uning hukumatini Xitoyga qarshi pozitsiyadagi hukumat sifatida, demak, qaytadan shakllantirib, rivojlantira oldi. Bugungi Tayvan tasavvur qiling. Masalan, mening fikrim shunday. Xitoyga qo'shilsa nima yo'qotadi, masalan? Doimiy bosim ostida yashagandan ko'ra, masalan, xalqqa farqi yo'q. Tayvandagi xalqqa umuman farqi yo'q. U qaysi tizim ostida yashashidan. Demak, Xitoyga qo'shiladigan bo'lsa ham Tayvan xalqi ko'p narsani yo'qotadigan emas. Shundoq ham Tayvanning hayoti o'ta farovon, iqtisodiy jihatdan o'ta kuchli rivojlangan davlat. Bugun bilamiz, aksariyati ish bilan ta'minlangan, texnologik jihatdan zo'r bu. Demak, Tayvan Xitoyga qo'shiladigan bo'lsa, ma'lum bir shartlari bilan qo'shilishi mumkin. Ya'ni materikdagi xitoyliklarni Tayvanga tiqib tashlamaysan, masalan. Bu endi o'zining shartlari. Faqat Tayvan mana shundan qo'rqadi. Ertaga deydi, Xitoy bilan biz birlashadigan bo'lsak, albatta deydi, turli xil lavozimlarga Xitoy Kommunistik partiyasining vakillari kelib joylashadi, xalqini ko'chirib kela boshlaydi, Tayvanliklarni esa aksincha Xitoyga ko'chiradi. Natijada bizni to'liq o'zlariga siyosiy qaram qiladi, iqtisodiy jihatdan ham qaram qiladi degan qo'rquv shakllangan bularning ongida va mana shu holatlar bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining eng katta nima desak, kozer kartasi bo'lib turibdi qo'lida, ya'ni Xitoyni qo'rqitadigan darajada. Va bu narsadan albatta shu paytgacha ham ish berayotgan edi. Xitoy ko'pincha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan asosiy kelishmovchilik ziddiyati, demak, Tinch okeanida ekan. Tinch okeanida albatta bu yerda bir qancha orollar, ayniqsa Tayvan masalasi Xitoyning eng nozik mavzusi bo'lib turibdi. Yaqinda mana aytib o'tdik-ku, Shimoliy Janubiy Koreyada Xitoy rahbari va Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti uchrashuvidan oldin ham Xitoy tomoni qo'rqmasdan Tayvan borasida bayonot bera oldi, qarang. Ya'ni bu yerda signal beryapti. Biz Tayvan masalasini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan muhokama qiladigan bo'lsak ham hech qachon Tayvanga mustaqillik masalasini ko'tarmaymiz. Tayvan bizning ajralmas qismimiz sifatida ko'rayotganligini, demak, aytib o'tishimiz lozim.